Hasan o'rtoq, qara, san uchun zo'r xonadon topdim. Ya'ni Toshkent shahar Yashnobod tumani Chkalov metroga yaqin bo'lgan xonadonimiz keldi. Bu uyimizda 3-7 sotuv, 7 ta xona, 3 ta sanuzel. Mana shunaqa ikkita zeleniy zonasi bor, kattagina uyimiz mana fasad ko'rinishi. Mana bu yerda bizda zal ko'rayotgan bo'lsanglar, zalimiz kattagina. Bu zalga ancha-muncha mehmonlar sig'adi. Bu bizda oshxona. Oshxonamiz shunaqa kattagina qilingan. Bizda bu yerda ikkita xona. Xonamiz ham katta-kattagina. Patolog ham ko'rayotgan bo'lsanglar, baland-baland qilingan. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda mana ikkinchi xonamiz. Biz mana ikkinchi etish chiqamiz. Yana bitta xona bizada. Hovlimizda mana ko'rinishi. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda mana radiotsiz spalni. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda bizda mana yana kattagina xonamiz. Bu uyimizni kela tegan podvol, oshxonani tegi shunaqa katta. Bu xonamiz ham shunaqa tegi podvol. Bu uyimizga 175 ming so'raymiz.